Şöyle İranski Instagram'da var, en yaxşısı var, şunu herit etsinler, videodan geldiğimde batmasınlar, şimdi herit etsinler, kırkılısınlar, en ahırında işin erseniz şunları padarkiye veremem. Şunilay mut. Şunları mut, ben yine. Videodan geldiğinde batmasın, kırkılışıp, tartılışmasınlar ki işine herit etediler. Olmasa 1 milyon 250'ye işini aladı olmasa, işini koşup veremeyin, ben. Bir dana. Bundan koşamam, bir dana. 2 dana. 1 milyon 200 bin som aldı, 2 dana padarkesi var. 2 dana padarki, o 3 gilemek gider. 3 kilen buladı, 1 milyon 250 bin. Assalamu alaikum, hurmatli obunachilar. Yine uspet etmedik. Yine aksiya qo'yinglar degan adamlar uchun xudo xolasa 3 maydan 10 maygacha qo'yadigan bo'ldik. İçinde вообще yangiliklar zo'ri. O'tgan safar 1 gilam qo'shib bergan bo'lsa, bu metraj 2 gilamgacha qo'shib berdi. Batafsil içinde görüp kuzatib boraverasizlar. Hurmatli obunachilar, sizlarga adresini tushuntirib beradigan bo'lsak, bu tarafdan keladigan bo'lsa Sulton Meryemni prikroskasi bo'ladi. 4 yo'l deb aytiladi. Shundan keyinlaringizda hamda Sammoyni yanından girib kelasizlar. Agar bu yerdan keladigan bo'lsangizlar, bu Zapchas bozor taraf, marka taraftaki yolu bo'ladi. Gullan yangi bozor bu tarafdan kelasizlar. İş öğrenen eldimizden doğru girib kelasizlar. Doğrudan yine o'zimizni 111 Urgaz gilamlarida yozib qo'yadi. Telefon nomerlarini videonun teyinda qoldiramiz. Xudo xolasa kimga xizmatlar kerak bo'lsa, ma'lumot aytaverasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, Eran gilamlari 111 obunachilari. Bugun xudo xolasa sizlarga do'konimizdan zakonni obzor etib beramiz. O'tgan safar uspet etmay qoldik. Bir yani qo'shib beradigan g'ollarga uspet etmay qoldik. Metraj qo'shib beramiz, g'oli qo'shib beramiz dedik. Shular uspet etmay qoldik deganlar uchun bu 3 may 10 maygacha cho'zib beradigan bo'ldik. Shuning uchun bu o'zim chiqamandan xudo xolasa zo'r etib videolarni chiqarib, g'olalarni tushunarlatib, kvadrat narxini aytib tushuntirib beramiz sizlarga xudo xolasa. Qaranglar obunachilarimiz, o'tgan safar Samarqandni gilamlarini qo'ydik, Saq, Urgaz qo'ydik. Bugun xudo xolasa İranski koyamiz, Turetski koyamiz, Belgiyski koyamiz, hem bizatinni Germanski islig'allardan ham qo'yib beramiz. İstig'allarni hali ko'p odam görmeyler va istig'allardan bugun obzorini tushuntirib, nechik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bozorda 100% istig'ali yo'q, ko'rib kelaverasizlar. Narxlarini sizlarga o'zlarim voshya arzon etib qo'yib beramiz. Esa bir chetdan yayamiz, xudo xolasa Turetski, Samarqandski bo'ladi. Boshqa g'ollarni yayib o'tirmiz. Sizlarga tushunarli bo'lsin, zakonni g'ollarni izzat do'shanglar. Aytgancha kanalımıza abone bo'linglar, bir like basinglar, kommentariy yozinglar. Kommentariya şu an bugun aniq uspetini etemizden bugun o'tirib beramiz. 10 may günü bir dana 3 aykilik g'oli xudo xolasa qo'shib beramiz. Ya 2 o'rin ya 3 o'rin etamiz. Oxirgacha ko'rsangizlar, oxirida ko'rsatib o'tamiz. Esa videoni boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, bir chetdan ko'rib o'tiraversizlar. Esa hurmatli obunachilar, birinchi gilamlarimizni boshlaymiz. Qaranglar, buni razmeri 3 metr 5 metr bo'ladi. Ama açışlarınız mümkün. Samarkandskilerden hem bo'lsin desa, Samarkandskiler hammada dolu. Shuncha Iranski, Turetskilar qalınroq sifatli o'zinglar. Tushuntirib o'tali ikki operat. Qaranglar, Laurendan gilam bo'ladi, sochaqli, ko'jali, hammada kvadrat metri ma'lum bo'lgan. 100 ming so'm, 90 ming so'm, 85 ham tushirdilar. Bizda da unda aytib o'tiramiz. Bir gilam qo'shpon beramiz. Shuni ustunda 75 mingdan kvadratini ham beramiz. O'tgan safar kvadrat aytilmadi. Tushunarli bo'lish uchun kvadratlari bilan hamma o'zlari bilan tushuntirib beramiz. Buni har xil svetinde bor. Oqi, go'ki, qizili, yine azizsa isboti bilan yine boshqacha svetini ham yoyib beramiz yine. Yoyib o'tkirmang. Qaranglar, obunachilar, diqqat bilan qaranglar. Etiketkalarini e'tibor etinglar. Sochaqlarini akka ko'rsatamiz. Yine hurmatli obunachilar, Istanbuldan gilam bo'ladi, sochaqli, ajoyib kachестволар qalin. Bular ham shu 90-95-100 ming so'm sotilgan. Bularnikini hozir 75 ming so'mdan qo'yib beramiz. Endi sizlar so'rashlaringiz mumkin, bularga nima qo'shib berasiz, nechik vaj qo'shib berasiz desangizlar, hozir sizlarga diqqat bilan ko'ringlar, nechik vaj qo'shib berishimizni ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilarimiz, yana ish g'olidan yana 75 mingdan xarid etsangizlar, ish g'olini o'zi yana 900 ming so'mga tushadi. Yana bir dona g'olini besplatni qo'shib beramiz yana. Razmeri bu qaranglar. Masalan, buni ulrak razmer olsangiz, ulrakini beramiz. Kichikroq g'olasangiz, kichikroqini beramiz. Bu ham 400 ming so'm puli. Mesela arxı 900 ming, bunu 400 ming asasla teyindeki 500 ming so'mga tushib qoladi. Bu 400 ming so'mlik g'oli. Mesela yok, bu bir dana yetmedi, ikisi kerak desangizlar, 2 dana ham qo'shib beramiz. Yine olgan g'olingizga qarab, summasına qarab ketaveradi. Bugun xudo xolasa dim dahshat yangiliklari bor. Yine bir zo'r g'olilar keldi. Akka beradigan shu birinchi g'olidan Istanbuldan gilam bo'ladi. Kachествоsi o'ta zo'r, sifatlari zo'r, qalinliklarini ham ko'rsatib beramiz arg'an. Hozir sizlar bilan bir qator ko'rib
Kanalımıza обязательно подписка basınlar. Kommentariya şodam anıqlab xuda qalasa uçuşlarınız asaraq bolar. Qaranglar hurmatli obunachilar, g'olini kattaligini qaranglar. Razmeriga keladigan bo'lsak, 3 metr 5,5 metr degan g'oli İstanbul gilam bo'ladi. Bu gilamni ham olsangizlar kattasidan qo'shib beramiz. Narxini ham arzon etib beramiz. Bu gilamni 110-120 ming so'm sotilgan. Hozirgi narxi 85 ming so'mdan. Ishi gilamni o'zi 1 million 250 ming so'mga tushadi. 1 million 250 olasizlar, bir dana qizil gilamini besplatni qo'shib beraman. Nere borib so'rab ko'rsangizlar, so'rab ko'ringlar. Qo'shib berajak gilamim ham katta razmer bo'ladi, pochta ishi bilan deng bo'ladi. Shundan ustuna yoyib berading. Hozir bu podarkasini mut gilam bo'ladi. Hurmatli obunachilar, qaranglar. Ishi gilamini mutuna besplatni qo'shib beramiz yana. Ikki operator qalinliklarini ko'rsatib bering. Qalinligi zo'r, orqalari medada o'qilgan, sak gilami bo'ladi, ustundagisi, tendagisi turetskiy gilamdan bo'ladi. Hurmatli obunachilar, yoyamiz esa g'oli ko'p. Hozir bir qator yana ustuna yoyib ko'rsataveramiz hozir. Hurmatli obunachilar, o'tgan safar qizillardan ham, qalinlaridan bo'lsin, iranskiy gilamlardan bo'lsin degan odamlar uchun iranskiy gilamlardan ham yoyib ko'rsatamiz. Qaranglar, iranskiyning nichik bo'ladi? Ikki yondan ikki xil tovlanadigan bo'ladi. Qo'shasi bo'ladi. Etiketchasini ko'rsatib o'tkirib. O'shanda etiketchasi arabcha yozuv yozilgan, qo'shalarni ham yozilgan bo'ladi. Qalinligini ko'rsangizlar, chotki g'oli. Masalan, o'tgan safar shu narxlarni 140-145 ming so'mdan qo'yadik. Hozirgi narxini 115 ming so'mdan qo'yamiz. Boringlar 110 aytib beramiz. 1 million 300 ming so'mga tushadi shu. Yana shuni razmerda yana bir danasini besplatni qo'shib beramiz. Yana qaranglar, turetskiydan yoyib beramiz. Ikkalarini ham. Toza narsalar yoyib ko'rsatadi. Hurmatli obunachilarimizning aniq-diniq bo'lishi uchun yana ko'rsatib beramiz yana. Qaranglar. Buni razmerini qaranglar. Buni razmeri 3 metr 6 metr degan gilam bo'ladi. Eni 3, uzunasi 6 metr. Video dahshat, kachествоsi ham qalin, ikki operator etiketkalarni ko'rsatib beramiz. Ana. Hurmatli obunachilar, g'olining qalinligini qaranglar. Qalinligini ko'rsatib beradi boshda. Qo'llaringiz girmaydi, zichkilan bo'ladi. Yana etiketkalar 100% akril, Asiya karpet yozilgan bo'ladi. Sochoqlar ham original. Bu g'olini 150-155 ming so'mdan kvadratini qo'ytirdik. Bu narsaning narxini vosh nerealni arzon etamiz. 125 ming so'mdan aytamiz. 125 ming so'mdan. Masalan, ishi gilamimiz yana 1 million 900 ming so'm pul bo'ladi. Yine shuni ustuna yana bir g'olib podarkasini qo'shib beraman. Ikki beradingi va birinchi g'olini hozir ko'rasizlar. Hurmatli obunachilar. Bu masalan 3 metr 6 metr ku. Buna 3 metr 6 metr 3 metr 4 metr podarkasini qo'shib beraman. Besplatni. Galaslardan xarid etib ketaverasizlar. Qalinligini ham ko'ringlar, boshqasini ham ko'ringlar. Вообще kachествоsi zo'r. Razmerlari hammasi bor. Biri 4.7 gerek, biri 4.6 gerek. Kime niçki razmeri gelse bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hele bu yangiliklarimiz hech emas. Ikkinchi etajda haqiqiy yangiliklarimiz ikkinchi etajda turibdi. Birlik g'ollarimiz va ularning вообще narxlarini realni arzon etib berganmiz. Hozir qaranglar. Endi zakonit bundan ham qalin gilamlar o'tamiz. Qizil gilam ko'p odam so'ragani uchun qizil gilamlardan yayamiz. Iranskiy g'ollardan akkayna. Hurmatli obunachilar, buni razmeri 3 metr 5,5 metr degan gilam bo'ladi. Razmeri 3 metr 5,5. Qalinligi uji bilanki dim qalin, sifatlari ham uji boshqacha bo'ladi. Ikki operator qalinligini ko'rsatib berkin. Hurmatli obunachilar, qalinligini qaranglar, yana yonboshidan ko'rsatadi. Qalinligi 2 sm, qalinligi вообще dahshat. Ikki yondan ikki xil svet beradi. Bir yana o'tsangiz to'lanadi, bir yana o'tsangiz to'lanadi. Qizil narsa, buni hamma vaji bor, yana metrajlarni ham ko'rsatib o'tadi. Ibeda hozir oq sveti bor, bunda yana qizil sveti bor. Qizil shu narsani o'zini metraji. Kima baland bo'lana u ketadigan bo'lsa, past bo'lana bilan tashasa bo'ladi yana. Yine ikkalamiz yana boshqacha svetlar ham bor, bularning oq svetlari bor. Oq svetlarni ham zallar uchun oqlari xo'shroq bo'ladi, oqlarni ham yoyib ko'rsatib beramiz. Hozir buni narxini aytib o'tmadik, narxini ham aytib o'tib ketamiz. Qaranglar, buni narxini videolardan ham ko'ramiz o'zlarimiz, boshqa videolar bilan solishtirib arzonroq chiqishi uchun. Buni hamma oxirgi bahasi 160 ming so'm qo'yib turibdilar, boshqa yerlar ham ko'rib turibmiz. Bunun bahasini 140, bunun bahasini 140 etamiz. Bir gilam yana doполнительный besplatni qo'shib beramiz. Gelsin, kime ne o razmer gerek bo'lsa, 4.6 alamı, 4.7 alamı, çeklim katta gilam olsa, shuncha sifatli gilamlardan qo'shib beraveramiz. Endi premium kachествоda evvel 200, 220, 230 ming so'm sotilgan gilamlar bor. Ular ham narxini вообще arzonga tushirib beramiz hozir. Ular ham ko'rsatib o'tamiz. Qana ikkalib yoyamiz.
Hürmetli abunaçılar, bu premium kачестводagi asl gilam g'alaları boladı. Asl gilamni nereden bilasizlar? Ikki operator geçet falan. Asl gilam birinchi biladigan yeringiz doynoy saçak boladı, ikkili saçak boladı. Kojasında asl gilam yozilgan boladı. Arkasi 1200 darakda o'qilgan boladı. Zishligi вообще zo'r bo'ladi. Qaranglar, buni hammada 180, 190, 200 ming so'mdan 1000 so'm qaytmay o'tiribdilar. Oxirgi bahasi. Buni razmerlari hamma o'zlari shirikli. Sizlarga buni narxini 170 ming so'mdan qo'yib beramiz. Дополнительно 1 plus ham bor. 1 plus g'alatib ham qo'shib ham beramiz, xudo xolasa. Buni hozir boshqacha svetini ham yayamizdan, keyin ipak gilamlardan xudo xolasa yayib boshlaymiz. Ishonam ko'rsatali. Mana. Ko'ringlar, hurmatli obunachilar, svetini qaranglar. Parlament svet bilan siniy svet qo'shilgan bo'ladi. O'rtada молочный svet ramka xashiyasi bo'ladi. Buna har xil razmerlari bor. Buna metrajlarini kelib o'tib bo'lsak, ko'p odam metraj yo'q dedi. Bizda 2,5lik, 1,5, 2, 1,80 hamma razmerlari bor. Xudo xolaslar kelasizdan kalitet ketaverasizlar. Nav razmer so'rasangiz topib beramiz. Hozir bir qator ipak gilamlarimizdan yoyib ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilarimiz, bizadagi Rossiyada, Turkiyada ko'p musofirlarimiz zo'r bizlarga yana bu yoqda ko'rib yuribmiz. Ipak gilamlar, dahshat kачественный gilamlar kerak dedi. Uylarimizda shuni orzu etib döşeyecekmiz, xudo xolasa dedi. Shuncha yana qimmat bo'lsa ham yana metrajlarini aytganlik, gapiradi ko'rsatib bering. Bu o'yma gilam hisoblanadi. Cho'kma, bu gullar yana bo'rtib turibdi. Чистый naturalniy ipakdan do'qilgan bo'ladi. Bunda 1 gram искусственный bo'lmaydi. Bular pod zakazda ishlanadi. Zakaz etib oldirib beramiz. Hozir g'ollar ham ko'p, xudo xolasa hamma razmerlarini akkak qo'yibmiz. Ko'pincha musofirdan so'raydilar bunday narsalarni. Shuni yozlaringiz bormi? Biz bu yoqda ko'rdik, yana zo'rlari bor ekan. Turetskiy g'ollarni ko'rdik dedi. Shunchagina akkak qo'yibmiz. Bu обязательно shu musofirda yurganlarimiz uchun, yana shuni aytganimiz uchun chetda yursizlar, yana masalan uyni o'lchashmi, dostavkami, olib borib döşashmi, qirqib tikish hamma o'zi ichida. Telefon asla Telegramdan ya bo'lsa yozasizlar, Telegramda nomerlarimizni qoldiramiz. Shu nomerga yozasizlar. Uylaringizni o'lchash kerak xizmat, boshqa xizmat bo'lsa hamma o'zi ichida besplatniy ulara pul to'lanmaydi. Olib borib döşab taxlab beramiz. Yana musofirda yurgan odamlar 1-2 so'mi yetming qolsa, masalan 7-8 million, 10 millionlik vazaladon bo'lsa, 2-3 million so'mini shunday durib beramiz, xudo xolasa. 1 oy, 1,5 oy yordam etib beramiz. Nechun desa, bu yoqda yuvaradi, boshqa aytadi, pul chiqmay qolgan bo'lishi mumkin. Shuncha yordam etamiz. Qaranglar, hurmatli obunachilar. Ko'p odam shuning komfort gilamlardan so'ragan uchun ko'rsatib o'tamiz. 2,5lik bor, 2lik bor, 1,5 bor, 1,20, 1,80 komplekt metrajlari bor. Bunda yana gilamlari bor. Buni ming aytgandan ko'ra, buni yoyib berganimiz yaxshi. Bir yayamizdan hozir bu g'ollar ham xudo xolasa podarkasi o'ta katta bo'ladi. Zo'rindan oldingizlarmi, zo'rindan qo'shib beramiz. Qaranglar, hurmatli obunachilar. Razmerine keladigan bo'lsak, 3 metr, 5 metrlik gilam bo'ladi. Чистый Eron etiketkalarni ko'rsatib berayanda O'tkirbek. Oranda hozir operator apparinglardan ko'rsatib beringlar. Kачестволарni, nelarini yumshoq, zo'r g'ola bo'ladi yana. Etiketkalarni ko'ringlar. Telegramdan ham tashab beraman. Ko'p odam so'rasa, boshqasi. Razmerlari bor, imida metrajli turibdi. Buni narxini katta do'konlarda qo'yib qo'ydilar. 250, 260 ta qo'yib qo'ydilar. Men 800-200 ming so'mdan qo'yib beraman. Shu gilam 3 million so'mga tushadi, hurmatli obunachilar. 3 million so'mga xarid etasizlar. Bir gilam besplatniy qo'shib beraman. Buni masalan zallaringizga tashlasangizlar, bir gilam spanniyalaringizga tashab ko'rasiz. O'chirbek spanniylikni ham yoyib berik, ikki yaxshi uni. Hozir buni ham ko'rasizlar, keyin podarkalik g'olani ham yoyib ko'rsatamasizlar. Buni boshqacha guli, high-tech guli kerak desangizlar, buni varianti ham bor. Buni o'rtasida guli yo'q. Odnatoniy chetlar tendagi zala tushadi, bu spalniya tushadi. O'tkirbek, undan ikki bir. Hozir hurmatli obunachilar, besplatniy gilamimizdan ko'rsatib o'tamiz. Zo'r gilamni oldingizlar, zalima izzat to'shiman degan g'oladan oldingizlar. Narxlarini ham 4 million, 3,5 million narx emas. 3 million so'm ustunda yana kelishib beraman. Besplatniyni shu g'olani mutuna qo'shib beraman. Bu gilam avval 1 million 300, 1 million 400 ming so'm sotilgan gilam. Ba'zi shunday mut kelasizlar, spaniyani razmerini aytasizlar, o'lchimiz to'g'ri kelsa beramiz ana. Qaranglar obunachilar, agar bu guli yoqmadi menga, podarkasini boshqachasini bera olmaysizmi desa, sizlarni xohishlaringizga qaraymiz. Xohlasangiz buningni svet beramiz, xohlasangiz qizil svet beramiz. Sizlarning ko'nglingizdagini g'olini aytib beramiz. U ya ishini olasan, ishini podarka tik emas.
Görəsizlər, svetini xalisizlər, başqaətəsizlər. Qalan vəclərinizdə özlərinizdə zorəti düzəltilən öylərinizə taşak qoyasızlar xuda xalasa. Xalasızlar 3-2-likindən yayıb. Xalasızlar işinlə ilə koşub verəmiz. Bir dana gerek miydi ma? 2 dana gerek deseyizler yine 2 dana yayıp verəmiz. Alğan summanıza qarab, alğan sifətinizə qarab yayıp verəmiz. İpəklərdən qalılan görsətdik ki, ipəkdən vibur dım köp, xuda xalasa gələsizlər arzan etib verəmiz. Musafirdakiler üçün addenli padarkan var. Bu addenli telefon uradılar. Rasiski nomer bu andan keyin qalı öyünü döşidilər, ibn padarkələrini aladılar. Ondan taşqarı addenli avalni giləmlərimiz var. Bu avalnini tımalaqını köp adam bilədi, köp adam bilməydi. Avalni giləmimiz bu besplatni, kuru musafirdəki adamlar üçün bərilədi o. Xuda xalasa çünki bir like'larını basıb kommentariya öz fikirlərinizi yazıb qala verəsizlər. Əsasda pəstin gələsizlər, görürsətəmiz hər xil razmerləri var, səyləb ala verəsizlər. İndi sizlərə Glavnis 2-ci etajda vəc köpdüm, 2-ci etajda göstərib ötəmiz. Əsə bir xatar getdik, 2-ci etaja çıxıb görə verəmiz. Hürmetli abunəçilər, 2-ci etajdan çıxıb aldıq. Qaranlar, bir də qolunun kətli razmerləri buladı. 4,5, 4, 7, 4,8. Liboy razmer tapaslar. İmində yenə 3,5'lıkları durtdu. 3,5, 3,6, 3,7. İmdə metrajla bak, qaranlar yenə. Metrajlarına maksiyat verəmiz. Bu nərsələrəm 85-90 min som satılğan. Bulanam xarab bozan 60 min somdan koyub verəmiz. Liboy razmeri bayına. Elə taza top. Liboy razmerlərindən xəritət gələ verəsizlər. Qaranlar, yengilik bu mez. Yengilik kimində durtdu. Bir de İranski qalılar taxlanıb durtdu yine paddonun üstünde. 2-ci etajdan İranski qalılar, bir andayım 2-ci etajdan içki xanasında bir andayım İranskiler. Qaranlar, işədəkilər polni İranski. Bula evvelki narxlarını köp adam belədi. Videolarımızda görgən. Bula yani xuşboxidli giləmlərdən yine, isli giləmlərdən. Bunun narxlarını 200-180 koyuyordik. Hazırғы narxını 165 min somdan sizlər üçün koyub verəmiz. Baksiyemiz köpə çözülməydi. 3-cü maydan 10-cu maya çap oladı. Bunun narxı aksiya düşürülgən bilən yenə sizlərə bir yengilikim var. Sizlərə mut gilən bərzəkmən. Şunu yine kvadratına amaytı tutmağın, gelişken narxını amaytı tutmağın. Üstünde yine 1-2 som gelişemizəm. Keyin şunu xarit etəsilə. Xalan 4-7 alınlar, xalan 4-8 alınlar. Şurada kətdə razmerlərdir. Xarit etkənlərinizdən keyin gələsilərdən şurada durğan, devalda durğan xalan giləmlərinizdir. Xalağanız, birisini korona tutma. Xalağanlarınızı tutaslardan işi giləmdən birini bərdislə, işi giləmdən xalağanlarınızı birini bərəmə. Bulada soraşlarınız mümkün. Bırakıb almaya başqası var. Çisti giləm, satılıb durğan giləmlə azı xalası azla birdən açıqı durğanı vargən yayıpam göstərəmiz. Ötkür yayıp göstər. Qaranla abunə açıla. Bularam saçaqlı giləm boladı. Yine gülünə qaranla. Yine. Vapşi dəhşət, xoşray giləm yine. Razmerəm 3 metre, 5 metrəkən həmmə razmerləri var. Gələsilərdən bemalal şu xalanlarınızı, xala köp adama gök yakadı, köp adama akı yakadı. Xalallarınızı ala verəsizlər. Keyin bir de bir dana kan qallarımız var. Bir dana kan. Bir dana kan qala padarka bərmi istəmidirsə bərəmiz. Bir dana kan qalı bolsam, başqa bolsam narazət bərimiz. Bir dana kan qalladan əkkələmiz azı yayıb göstər. Birli kan deyəndəyəm zor. Qalın prosta bunu cüpü bulmanın üçün arzarak bərəmən qaranlayına. Qalını yayıb bərəmən. Turetski sifətəm zor qalı. Bunun narxı 2 milyon 200, 2 milyon 300 min som satılğan. Azı 1 milyon 900 min soma bərəmən. 3 metre 5 metreden yine etiketçesine məkki. Görsətib ötərək. Gəlgənlər ki özləri görədi etiketçələrin. Razmeri yine 3x5. 1 milyon 900 min soma bərəmən. Əlimin narxı içirdə bama. Padarkəsindən koşub bərəmən. Bu nərsənin içində. Qaranla ondan hem dəhşəti var. İranı var. 3 milyon 800, 3 milyon 900 min soma satılğan. Bunu kalınlık vapşi kalın yine. Bunun güləli görməyəsilə əkki. Etiketçesini hem görüb. Teyindeki Turetski'ydi. Bu İranski oldu. Kocalarına çayına, kocalarına göstərib. Görünəm Ərəbcə yazılğan boladı. Etiketçesində hem Ərəbcə yazılğan. Bunun razmeri 3 metre, 5 metre. 2,5 milyon zaman. Nah, gələsilə 2,5 milyona bərəmə. İbuladan xalanlarınızın xəritə etiketi verəsilər. Keyin bunu seri süveti gerek deyən adamlar üçün. Serisini hem yayıb bərəmiz. Kanı. Yayıb bərəl. Görünlər, işədə hürmətli abunəçilər 3,5, 3,6, 3,7 dinə devalda hər xil razmerlər var. Gələsilərdən xəritət kitə verəsilər. Qalıdan mamması yox. Qaranlayım da. Bunda yine bir dana 4 dinə. 1 milyon 600 min satılğan. 1 milyon 200 min sana verəmə. Niyə də 1 milyon 200 minə? Saçaqlı, kocalı, İranski giləmdə. İndi xuda xalasa abunəçilərimiz üçün yengiliklə ay tuturumuz kanun özdeyiz. Gənnəkin göstərə verəmiz.
Kommentariya show üçün bir dana zorunla 3 2'lik galı, ikinci o'rin üçün mashin kovrik, üçüncü o'rin üçün caynamaz etemizden hazır peste göçetip ötemiz. Bir like basınlar, kommentariya yazınlar. Qarındaşlarınıza əbizzətini qal alacaq adama cönətib qoyunlar. Bizlərə bir like lazım, yardım boladı. Video köprək adama taxıydı. Mesela pəsə düşəmizdən kommentariya şovundan anıqlab ötəmişsiniz. Hörmətli abunəçilər, yine kommentariya şov üçün əcayibindən, qalınından bir zorğalı qoyub verəcək mənə. Saçaqlı, aşağıda durduramız, yəni yayıb göstərməz. Yine hörmətli abunəçilər, razmerinə gələn olmasa 3 metre 2 metrelik gilən boladı. Bunun şərti kanala podpiska bulunlar. Əvizətini podpiska bulma adamda tutulmaydı. Kommentariya yazasız. Qardaşlarınıza kəmində 10 adama yüərin. Həm kommentariyada özünüzün fikrinizini yazın. Şərtləriniz bağımı, fikirləriniz bağımı, neç gözləriniz olsa yazsazla boladı. Bunu xuda xalasa 10 may günü özlərimizdə kanalda Xorazm Yengilikləri kanalında çıxadı. Kanallarda çıxmaydı. Özlərimizdə Xorazm Yengilikləri kanalında özüm çıxaramızda. Berenz birinci oruna 3 2'lik verildi. İkinci, üçüncü oruna bir caynamaz, bir maşin kovrik verildi. 10 may günü xuda xalasa anıqlab ötəmiz. Esə poddiskədə bulasla bir like'larını basasla xuda xalasa adreslə bilən düşündürüb nomerlərinizi pəstə yazıb qoyamız. Dükkanımızın nomeri 111-ci dükkan. Yadlarınızda qoyub gələ verirsiniz. Esə sağ salamat olsun.